Hurmatli parvozlar, sizlarni bu yerga chaqirishimdan maqsad xo'roz tovuqlarni nima deb maqtasa yaxshiroq sotilishini so'ramoqchi edim. Zo'rini boqaman deganlarga haqiqiy zo'rni bolasi deb sotyapman. Siz-chi uka? Men kanalni endi ochdim. Kanalda tinmasdan jo'ja sotyapsiz-ku, kuniga 10 talab dastavka qilyapsiz. Ularni qanday qilib sotyapsiz qo'zivoy? Bozordan olganman-da, arzon berib yuboryapman. Siz-chi uka, siz nima deb sotyapsiz jo'jalaringizni? Men 100 talik tanachi deb sotyapman, yaxshi sotilyapti. Malladdes. Hazrat oliylari, shu bozordan olgan jo'jalarimni xo'roz shoviga tikib yuborsam, ko'pchilik xo'roz shov o'tkazib mashina olib minyapti ekan.